Alloh rahmat qilsin, Hojiboy Tojiboy Tashmo'ran tepalaridan olib kelmaysanmi deb shunaqa gaplari bor edi. Xo'p, biz bugun Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Ko'tarma MF, Ko'tarma 2 ko'chasi 196-uydamiz. Mana katta yo'l. Katta yo'l. Bu yo'limiz, demak, shu turgan joyimizdan Nurafshon shahriga 4 kilometr. Bu yo'l Oqqo'rg'on. O orqa fonda katta daraxtlar turibdi, Begobod trassasi. Shu yerdan demak 500 metrda Kaltso degan joyimiz bor. Bu Kaltso demak Begobod, O'rta Nurafshon, bu yoq O'rta Chirchiq qo'yliqlari bog'lab turadi. Xo'p. Demak, adresimizni tushuntirdik, yana boshqatdan aytib ketamiz. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani, Ko'tarma MF, Ko'tarma 2 ko'chasi 196-uy. Xonadon egasi ismi Baxtiyor aka, 70lardan oshgan nuroniy inson. Suhbatini oldik, yaxshi inson ekan. Mana kadastr hujjatlari. Aripov Baxtiyor, hujjatlari joyida, yana kelib hammasini tekshirib olasizlar. Xo'p. Sotilayotgan manzil mana. Mana burchakdan bu burchakgacha 32 metr. Garaj bor, yamasi bor, hozir yoptirib qo'ydik. Instagram kanalida, Nurafshon bozor Instagram kanalida bu yamma, mana bu xonalari hammasi ko'ringan. Ko'rsanglar, mana bu orqa darvoza kirsanglar bo'ladi bu yerdan. Darvoza kirsanglar bo'ladi. Tepa molxona, pichanxona, mana bu yerda yana bitta garaj, kladovka o'xshagan joy, gaz, suv, svet o'tgan, sentralniy kran o'tgan bu yerdan. Bu yerga kirgizilmagan, o'zingizlar kirgizib olasizlar. Bu imoratlar hammasi sizlarga tekinga qo'yadi. Sotiga $4000 so'ralyapti, sotiga. Yana o'tib kelishtirib beradigan joy bor. Mana bu xonadon, mana shu xonadondan keyingi xonadon mana sotilgan, 4,5 mingdan sotiga sotilgan. 4,5 mingdan sotib berib olam, 4,5 mingdan qo'ylik reklamandudi. Amaki Nurafshon shahrida ham 4,000-5,000 dollarlarga sotiga yer sotilyapti. Kelishtirib bering deb gaplashdik. Bu yo'g'ini o'zingizlar baraka qilaverasizlar. Yana o'tib beradigan joy bor. Demak, mana bu imoratlar hisobga yo'q, hisobda yo'q. Yerni o'zini $4,000 bu imoratlar ham qoladi sizlarga. Imoratning oldidan 1 metr, 1,5 metr sizlarniki kadastrda bo'ladi. Xudo xolasa, mana bu ko'chadan 100 metr, 200 metr chiqqanda Taxta bozor bor. O'ngga yana 200 metr boyiga sentralniy yo'lga chiqamiz. Mana shu burchakgacha, mana shu burchakdan nargi burchakgacha 32 ga 15. Balki 4,5 sotik chiqar, balki 5,5 sotik chiqar, balki 6 sotik chiqar. Buni kelib o'sha kadastr idoralaridan o'sha kelib o'lchanganda oldi-sotdi jarayonlarida o'sha sotiga berilaveradi. Bobocha tegmaysanmi? Qo'ya qol. Boraver endi, men video qilmoqchi edim. Bor. Malades. Xo'p, mana hojatxonasi bor bu yerda. Katta yer maydoni. Katta yer maydoni. Bu yoqda demak darvoza bo'lsa, mana bu qo'ylar ushab tursa bo'ladi. Xullas, narxini yana o'zingizlar kelishasizlar. Bularga ozgina pul zaril kelganida sizlarga tushuntiradi. Nimaga pul zaril, nimaga